Erim indamaslik kasaliga chalingan. Men bilan umuman gaplashishni xohlamaydi. Indamasdan o'tiraveradi. Buning sabablari nima? Aynan erkak kishini indamay qolishini sabablari uni suhbat limiti to'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ishxonasida yoki biron bir joyda juda ham ko'p gapirib yuborgan yoki energiyasini sarflagan bo'lsa, uyga kelganda charchoqlarini chiqarib olish uchun dam oladi va ayol kishi bilan qo'pol gapiradi. Nima uchun? Ayol kishi agar erkak unga qo'pol gapirsa, uni tinch qo'yishini biladi. Ikkinchidan, iqtisodiy muammolar kuchayib ketgan, moliyaviy qiyinchiliklar kuchli bo'layotgan bo'lsa ham, erkakda indamaslik kuchli tarzda avj olib ketadi. Va keyingi o'rinda fikrlar qarama-qarshiligi, ya'ni erkak va ayol bir-birini tushunmaydi va buni natijasida janjal chiqmasligi uchun, asabni saqlash uchun indamaslik kasaliga uchrashlari mumkin bo'ladi. Keyingi sababi biror haqiqatni yashirish uchun. Aynan indamaslik orqali qandaydir haqiqat yashirilayotgan bo'ladi va oxirgi o'rinda bee'tiborlik. Ikki juftlikdan biri boshqasi bilan suhbatlashmayaptimi? Zaruriy aloqa vositasi oilada bu nima? Bu muloqot. Demak, biri ikkinchisiga beparvo. Juftliklar orasida sovuqlik, munosabatlardagi hurmat va ishonch yo'qolgan bo'lishi mumkin.